75 ming 2 sut umikan. 2 sotu bahovagina joyda. Gap yo'q lekin bor. 2 sutu mana xonadon 75 ming oppoq remontlar bilan. Agar tez birinchi kelgan odamga yana tushib beramiz, kelaveringlar. Yana tushib beramiz, kelaveringlar sizlar. Men pastda yordam baqirgan sirlikka bor, o'shani bosib qo'yinglar. Yaqin do'stlarga jo'natib qo'yamiz. Mana shu xonadon sizlarga 75 ming. Eng qizig'i nima ekan, bilasizmi? Har bitta xonamizdan o'zining sanuzelga ega ekan. Shunaqa bahovagina joy. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda общий sanuzelimiz bor, tashqarida keluvchi. Bu yerda ziloniy zonasi. Hop, o'ng tomonimizda bitta xonamiz bor, ko'rishingiz mumkin. Lustralargacha qo'yib qo'yilgan, o'zining sanuzeliga ega. Hop, bu yerdan kirganimizda zal joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Lustralarni juda chiroyli qilib qo'yilgan. Hop, bu yerda bitta studiya oshxona qilingan. Hop, chap tomonimizda yana bitta xonamiz o'zining sanuzeliga ega. Ko'rishingiz mumkin. Hop, chap tomonimizda yana bitta xonamizda joylashgan, ko'rish mumkin. Bu yerda sanuzel joylashgan, har bitta xonamiz o'zining oynasiga ega. Bu yerda общий yana bitta sanuzelimiz bor. Bu xonadon sizlarga 75 ming beramiz. Ikki xil narxda chiqadi. Общий 5 ta qurilgan xonadonimiz 75 ming, 65 ming. Ikki suti, bir ham suti bo'ladi. Bu xonadon lokasiyasi keladigan bo'lsa, Yangi Toshkent postidan 4 kilometr kirganimizda Pobedada joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu pastga telefon qilib, tez baraka qolamiz. Mana buni qaranglar. Oppoq remontlar juda chiroyli bo'lib turibdi xonadonlarimiz.